Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biz harflerini dürüst yazı dersini devam etamiz. Bugün biz yana harf bilen sin harfi bilen tanışırız indi. Bu harf bizning alda harflariga birda o'xshamagan, ya'ni yozuv ravishi deganda u bizda mana shunday to'lqin formasida yoziladi. Qolgan harflar bitindi bunday formada yozilmagan shulay sin harfi yumshoq harflarga kiradi. Bizning tatar harfi shekilli s, si, subsi deb ataladi. Amma mana boshida, o'rtasida yozilganda azrakkina u ayrilib turadi. Masalan, bu daftar sizig'iday. Masalan, boshindagina kelganda ko'ramizmi, mana bu qursog'in deganda ul yo'qolta. Ya'ni shu to'lqinli tishlari qoladi. Boshida kelganda qursog'ini yo'qolta. Ham o'rtada kelganda-da, masalan, sizni davom etamiz shu ham ko'ramizmi, to'lqinlar bor, ammo qursoq yo'q. Mana so'z oxirida u qursoq qaytadi. Masalan, siziq bora, shulay bitindi. To'lqin bora, ham nasha aytib qursog'ini yasab qo'yamiz. Nishik yoziladi demak? Bu to'lqin bilan yoziladi. Boshda mana bulay. Shulay bit. Ondan so'ng mana bulay. Ondan so'ng endi mana bulay. Tam bir ko'rsatam. Mana bunda biroq qarag'iz. 1 2 ham uchinchisida zo'r aytib qursoq yasab qo'yamiz. Sin harfi. S yumshoq harflarga kiradi. Si, su yozilishin qaradim. Shunday to'lqin. Mana buning formasini shulay ista qoldirib kerak. Shunday to'lqin, chunki shu formadadek shunday to'lqin bilan bizning ta'm bir harf bor hali, ammo nuqta bilan biz ikkinchi darsga qoldiramiz. Hozir biz shu boshqa harflar bilan, bu bizning yumart harf. Mana ikki yoqdan da yolg'on, ikki yoqqa da qo'lin bera, o'zida bera, berganni qabul etibdi yumart harflarni. Masalan, samak, baliq so'zini olaylik. To'lqin, shulay bitna, shulay yasaldi. Hozir mim harfini, kaf harfi, sa, ko'rdingmi, nishik yozilgan? Samakun. Nishik, masalan, nishik o'rtada yozilgan. Masad, masalan, m harfi, to'lqin, ham dal harfi. Masadun. Masalan, tag'in bir misol olaylik. Mana bu daftar sizig'ida. Masalan, olaylik inson so'zini, masalan, kishi. Nishik yolg'onib ketdi, ko'rdingizmi? Alif, bundayroq ravishda yoziladi. Aning nuqtasig'ini o'skamni. Inson. Ya'ni mana bu o'rtada bo'ldi. Oxirida nishik ketdi? Masalan, al so'zini olaylik. Ins. Ko'rdingizmi? Nishik yozildi. Ins. Nishik mana oxirdan yozildi. Ko'rdik s harfini. Bu bo'ldi bizning s harfining yozuv ravishi. Boshida mana nishik, shu o'rtada, ham endi mana oxirida. Ya'ni to'lqinni burab olabizda, oxirdan endi qursoq etib ro'q qo'yamiz. Bu bo'ldi s harfining endi yozuv ravishi. Shunga ko'ra bizga har dars ham qabotlarga tirisham, qaysi darslarda unutamda endi bizga ishlarga kerak, ko'paytib ani yozilgan. Qaysi darslarda aytirgan unutam ekan, ani aytmadi deb turga kerakmi? Har harfni yozirga kerak. Bir ish yo'l harfning o'zini yozirga kerak. Sin harfi deb boshini yozirga kerak. Ish yo'l. Shundan so'ng tag'in bir ish yo'l yozirga kerak. O'rtasin. Shulay bir ish yo'l yozirga kerak. Ana endi so'zni oxirinda nishik keladi. Shulay aytib bizga
дәфтәрне тутырырга кирәк. Күбрәк язган сайын, күбрәк кулны шомарткан сайын, кул ияләнә, күз ияләнә һәм шулай яхшы истә дә калачак. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.